Assalomu alaykum pul topar ishqibozlari. Biz sizlarga 2026-yil 7-yanvardagi avtosalondagi holat, narxlari bo'yicha qanaqa mashina borligini bitta aytib ketamiz. Aytgancha videoda oxirigacha ko'rib turing. Skidkada ketayotgan mashinalarimiz bor-ku, talaman bo'lib ketadi. Mana ichkarida odamlar o'tiribdi. Xudo xolasa yangi yilni yangi mashina bilan boshlayman deganlarga bittadan jo'natib qo'yasiz. Bo'lmasa, albatta like bosib keting. Videoni biz boshladik. Assalomu alaykum China Motors muxlislari. Aytganimizdek biz bugun avtosalondagi mashinalarning narxlarini bitta gaplashib chiqamiz. Ko'pchilik qishda Rossiyadan qaytdi, aytdan qaytdi. Bahorda O'zbekistonda ish boshlayman deganlar uchun pul topar mashinalarni bitta ko'rsatib ketaveramiz. Jack modellarimizni juda ko'pchilik biladi. Xarakteristikalari, qancha rasxod qilishi hamma yo'g'ini bilishadi. Eng asosiysi bularda hozirgi kunda narxi ko'p allaqil o'tirmaymiz. Narxlardan boshlaydigan bo'lsak, mana oddiy bortavoy varianti shu holatda bo'ladi. Eski narxi 248 million ga sotilgan, hozirgi kunda 231 million so'm. Ancha laqtaylari bor. Xo'p. Keyingisi bunaqa tentovkasi, mana qishli mavsumda yomg'ir deysizmi, qor deysizmi, bemalol ketaverasiz. Tentovka variantlari 255 million so'm sotilgan. Hozirgi kunda 238 millionga xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 17 million skidkada. Undan tashqari unaqa furgon varianti ham bor. Hali dori tashiyman deganlar yo birorta quruqroq narsa tashiydiganlar, material tashiydiganlar xarid qilishyapti. Undan tashqari borka sexlari, shu narsalarga bunisi 275 million sotilgan. Hozirgi kunda 258 millionga xarid qilsangiz bo'ladi. Yana zo'r nima? Bitta elektromobilimiz qolgan. Yili 2023, 400 km yuradi. KX3 Pro eng lyuks varianti. Kameralari, panorama tomlarigacha. Buni ko'pchilik haydadi. Buni hozir oq rangidan ham bor. Olaman siz oq rangidan ham qilib beramiz. Narxiga ham katta skidka berilgan. 24 ming sotilgan bo'lsa, hozir 18500 ga kelsangiz nomlarini chiqartirib beramiz. Prosta yili eskiligi xolos. Batareyka yonkislari hamma yo'llari 100 turibdi. Bilasizlar, hozir elektromobil kelishlari ancha to'xtagan. Endi ichkarida odam ko'pligi uchun ichkariga kirmadik. Mana yerda haqiqiy pul topar, odam toshib pul topadigan mashinamiz ham bor. Bular bilasizlar, Jack M3. Rasa trend bo'ldi. Endi juda changligiga e'tibor bermasizlar, yil yangi boshlagan uchun bu yo'l vashim changib ketadi. Xo'p. Bular hozirgi kunda 215 million so'm. Buni 6 oyga bor-ku, boshlang'ich 40%, 50% to'lab 6 oyga 0%. O'zini bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. 1 yillik varianti ham bor, asrochkani, uning uchun 70% to'lov qilishingiz kerak. Pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz batafsil ma'lumot beriladi. Bu Jack M3'lar bor-ku, mabodo kredit qilaman desangiz ham past foizlarda chiqarib beriladi. Bemalol grafikani tashlab beraveramiz. M3 ni bilishadi, 9 kishilik B kategoriya bilan bemalol haydasa bo'ladi. M4dan so'raganlar uchun M4 ham bor. U ham 9 kishilik ekan, B pravo bilan haydaverasiz. Undan tashqari kattasini bilishadi, Jack Sunray hozirda 16 kishilik kelyapti. 16 kishilik varianti 403 million so'm. Dollarga hisoblangan bo'lsa 32,5 ming atrofida chiqadi. Xitoydan olib keladigan bo'lsangiz 39 mingga chiqib ketyapti hozirda. O'zbekistonda zavod ochilgan hisobiga bular rastamoshkasi yengillagan. Zavod tomonidan sizga ancha foyda keladi. Hatto kimolarda ham 19,5 ming sotgan bo'lsak, hozirda 17,800 shunaqalarga xarid qilsangiz bo'ladi. Pashti 2 ming arzoniga xarid qilyapsiz. Undan tashqari Fabrentga tegishli bo'lgan mashinalarimiz ham bor. CNG motori, gazli, ya'ni bu CNG nima degani? Bu CNG motorda nomi emas, bu tabiiy suyultirilgan gaz o'zbekchasi bo'ladi. Sistema natural gaz bo'ladi. Xo'p, mana gaz, zavodskiy gaz. Hamma yo'g'i zavod. Undan tashqari samasvali. Favda salkam 40 xil varianti bor. Vaziyatga qarab bir kundan bir oygacha mashinangizni yetkazib beramiz. Bundan xolasi mana bu tayyor samasval. Bugun kelib to'lov qiladigan bo'lsa, sirasi yarim soatda nomingizga chiqib ketadi. CNG ham tayyor. Endi haligi hadovoy variantlari bor. O'zi bular ham hadovoy. Selnometallskiy, 11 shassi deydi. Shular hozir ulgurmay turibdi. Isuzuga o'xshagan, bu spandilli bo'ladi bunaqa. Narxlari ham o'ta arzon chiqqan. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumot beramiz. Xolasalar ham bor-ku, yetkazib ham beramiz. Albatta bittadan like bosib ketsalar ham bo'ldi. China Motorsda qoling.